Bor yo'g'i 3 ta sirini bilib olsangiz, sizga ham Napoleoningiz xuddi shunaqangi bomba bo'lib chiqadi. Uchinchisi esa eng muhimi hisoblanadi. Videoni ko'rishdan oldin yurakchani qizartirib qo'yish esingizdan chiqmasin. Ishimizni birinchi bo'lib muzli suvga tuxum, tuz, oksis solib yaxshilab aralashtirib qo'yishdan boshlaymiz. Kattaroq idishda esa oliy namli turon unlari bilan slayonni margarinimizni terkadan o'tkazib olamiz. Bir aralashtiramiz hamda ustidan suvli massamizni qo'yib, xuddi shu ko'rinishda xamir qoramiz. E'tiborli bo'ling, xamir qorganimizda margarinlarimiz erib aralashib ketishi kerak emas. Ichida dona-dona bo'lib, butunligicha qolishi. Tayyor bo'lgan xamirimizni teng 6 bo'lakka bo'lamiz hamda har birini 20 ga 30 razmerida yoyib, xuddi shunaqa konvert shakliga keltirib olamiz. Esingizda bo'lsin, xamirlarni eng kamida 2 soat tindirishimiz zarur bo'ladi. Tingan xamirlarimizni yoyib, duxovka listining orqa tarafida xuddi shu ko'rinishda pishirib olamiz. Endi esa 3-eng muhim siriga keldik. Ko'rishlaringiz xuddi manikiga o'xshab bomba bo'lib pishib chiqishini xohlasangiz, u holda birinchi bo'lib eng baland gradusga qo'yasiz. Ishvagandan keyin esa pasaytirib, singitib pishirib olasiz. Bomba retseptimiz yoqqan bo'lsa, bitta like bosib, saqlab olishni unutmang. Agar uyingizda bolalaringizdan qolib ketgan bitta banan bilan shokolad bo'lsa, men sizga hozir dunyodagi eng zo'r desert tayyorlanishini o'rgatib qo'yaman. Demak, saqlangizga qoling, sizga albatta yoqadi. Banan bilan shokoladimizni bir xil bo'laklarga bo'lib olamiz. Endi sizga tayyor xamir kerak bo'ladi. Malini tayyor slayonni drojjovoy xamirlardan olsangiz, vaqtingizni ham, naqdingizni ham tejagan bo'lasiz. Baribir o'zingiz bunaqa qavat-qavat drojjovoy xamir qila olmaysiz. Xamirimizni yoyib, shokolad bilan bananni qo'yib, kerakli o'lchamlarda kesib chiqamiz. Shokolad ichidan oqib chiqib ketmasligi uchun vilka bilan yopib, ustidan tuxum surib qizib turgan duxovkaga yarim soatga jo'natasiz. Bezatish umuman shart emas. Xohlasangiz shakar upa va shokolad bilan shirin bo'lish uchun bezatib qo'ying. Qaynonangiz bilan shirin choy ustida suhbat uchun hamda sotuv uchun tayyorlasangiz ham bo'ladigan shirinlik haqida gap boshladim. Demak, diqqat bilan eshiting va yozib oling. Demak, 2-2,5 stakan elangan un, 1 choy qoshiq razrexilita va 200 gram margarinni qo'limizda urvoq qilib olamiz. 200 gram haqiqiy pazandalar tanlovi bo'lgan Pure Milk qaymog'idan hamda 2 dona tuxum sarig'ini qo'shib xamir qoramiz. Men bu yerda 2 porsiya xamir tayyorlaganim uchun mahsulotlarni 2 baravar ko'paytirib tayyorladim. Xamirni 30 daqiqa tindiramiz va o'zimizga kerakli kattalikda bo'lib olamiz. Tuxum oqini yaxshilab pik bo'lguncha ko'pirtiramiz va shakar qo'shib yana ko'pirtirishda davom etib bize hosil qilib olamiz. Yong'oqdek kattalikdagi xamirimizni yoyamiz va bizeni solib, xuddi shunday videoda ko'rsatilgandek to'kib olamiz va duxovkaga 25-30 daqiqaga jo'natamiz. Ustidan saxarni pudraga belab tayyor qilib olamiz. Diyoram Cooking sizni pazandaga aylantiradi. Bundan-da yumshoq pirog yemagandim hali ham. Albatta shu pirogdan tayyorlab ko'ring siz ham. Demak, retsept aytaman. Diqqat bilan siz tinglang. O'lchovlarni bilmasdan masalliq uvol qilmang. Shakar bilan tuxumni oppoq ko'pirtiramiz. Yog' bilan sutni solib, yana aylantiramiz. Un, kakao, qabartma solib aralashtiring. Tuxumli massamizga qo'shib bir aylantiring. Bir yaxshilab miksirlang. Devorlari qolmasin. Duxovkaga qo'yganda tagiga ham olmasin. Quruq tvorogni ham idishga solib oldik. 2 dona tuxumni birma-bir chaqib oldik. 2 qoshiq qaymoq ham sizga zarar qilmaydi. Bu nachinkani hech kim tvorog deb bilmaydi. Shakar va kraxmalni aslo unutmang. Pirogni massasini bittada solib qo'ymang. Birinchi qism nachinka, so'ng ikkinchi qism qo'shing. Ana endi siz bunga bitta like bosing. Yumshoqqina magazindagi bilan birga o'xshab chiqadigan pankeyk retseptini birgalikda tayyorlaymiz. Idishimizga 1 dona tuxum, 1 chimdim tuz, 100 gram atrofida shakar solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Aralashtirib olgan massamizga 200 ml sut ham qo'shamiz. Sut o'rniga kefirdan foydalansa ham zo'r o'xshab chiqadi. Ketidan 200 gram un va 1 choy qoshiqda razrexilda solamiz va nihoyat oxirida 4 osh qoshiqda yog' solamiz va yaxshilab kamuchkalari ketgungacha aralashtirib olamiz. Va massamiz xuddi videodagidek ko'rsatilgandek suyuq bo'lishi kerak. Ana endi qizdirib olgan tovamizda 2 tarafini qizartirib pishirib olamiz. Usti qurib fechalar hosil bo'lishi bilan aylantirib olamiz. Pishirib olgan pankeyklarimiz orasiga o'zimiz xohlagan nachinkani qo'yamiz. Men shokolad pastasidan foydalanib, pankeyklarimizga nachinkamizni surib, xuddi videoda ko'rsatilgandek chetlarini yopishtirib olamiz. Ishoninglar, mazasiga umuman gap bo'lishi mumkin emas. Ana endi eng muhimi, sizlarda retsept bor, do'kondan sotib olishga esa hojat yo'q. Retsept yoqqan bo'lsa, albatta yaqinlaringizga ulashib qo'ying. Maktab stolovimizda shunaqangi yumshoq, ustilari yer yong'oqli, juda ham mazali bo'lgan bulochka sotishardi. Qizlar bilan katta tanaffusda tushib, shu bulochka bilan shunaqangi kola olib yerdik. Bunaqa kola olganlarni puli ko'p hisoblanardi o'sha payt. Hozir maslaga o'shani retseptini o'rgatib qo'yaman. Uy sharoitida bemalol shunaqa yumshoqqina bulochka tayyorlaysiz. Iliq sutga fariment dro'jjolardan solamiz, ozgina shakar solib, apara holatiga keltiramiz. Aparamiz osh olgandan keyin ustiga shakar, yog', bitta tuxum, Pure Milk slivkasidan ozgina solamiz. Ozgina
ozginadan unni qo'shib, qo'limizga xuddi shunaqa yopishguncha xamir qilib olamiz. Qo'limizga yopishni boshlagandan keyin yana o'simlik yog'i solib, xamirimizga yaxshilab ishlov beramiz. Yumshoqqina xamirimizni oshirishga olib qo'yamiz. Xamirimiz birpasda oshib chiqadi. Xuddi shunaqa ko'rib turganingizdek zuvalachalarga bo'lib olamiz va yana birpasgina xona haroratida qoldiramiz. Xona haroratida turgan bulochkalarning ichiga oqib ketmaydigan yaxshi iriska molokodan solamiz. Bulochkamizni tugib olamiz va ustiga tuxum sarig'i surib pishirishga yuboramiz. Shunaqa ham yumshoq, chiroyli bulochkalarimiz tayyor bo'ladi. Siz ham maktab paytlaringiz esingizga tushib ketdimi? Shunaqa bulochka bilan kola narxi nech pul bo'lardi? Eslagan bo'lsangiz kommentariyada yozib keting.